Eshitganman, qulupnay tirsillab sveji tez yetish uchun unga o'g'it solinadi. Lekin shuni bilamiz, odam axlatida minerallar boshqa ko'p bo'lgani uchun shuni odam axlati qo'shilganini ham eshitganmiz. Bu axir harom-ku, bu qanaqadir. Faqat mana bitta narsa qarorga kelindi, aynan o'sha narsa. Lekin u narsa bilan dehqonchilik qilayotgan inson, endi u insonmikan? Ma'qulni oxirgacha tushuntirib berish narsani. Do'konga boramiz, rastada chiroyli qulupnoylar turibdi. Xo'p, bunga inson go'nga solinganmi yoki boshqami? Yo'q, farqini tushuntirib beraylik. Mana sizlar oxirgacha eshitmayapsizlar. Oxirgacha eshitmayapsizlar. Asosan endi kanalizatsiya qayerga borib to'xtaydi? Sergeliga borib to'xtaydi. O'sha hudud mana Tuzelli, Yangoboddan boshlanib, shu yerda qorayib ketgan qulupnaylarni sotishadi. Buni aholi biladi. Kanalizatsiya, ya'ni o'sha kanalizatsiya solingan qulupnayni rangi juda ham mutniy deyiladi. Haqiqatan ham solinadi. Qora sifat rang va mutniy bo'ladi. Xira bo'ladi, xira. Solinmagani, yaltirab solingani. Bu organik o'g'it, buni solinadi. Mineraldan tashqari organik o'g'it. Ana o'shalar yaltirlab turadi. To'g'ri, oziqa sifatida o'sha organik o'g'it sifatida solinadi. Kimyoviy vositalar solgandan ko'ra organik o'g'itni solgan o'sha mol go'ngimi, tovuq go'ngimi, u yerda aralashib, u tarkibida yuvib ketgan, faqat quvvatini beradi u. Lekin haligi insonni kanalizatsiyadan olingan men hech qachon oqlamayman. O'zi rangi qoramtir, mutniy bo'ladi. Uni bilgan odam olmaydi.